Bu yalangi oyoqni nimasi yoqib qoldi, tavba. O'zi yo'lingni zo'rg'a topib yurasan-u, yana nozlanib gapirishga balo bormi? Ertaga shaxsan dadamning o'zi sizlar uchun tug'ilgan kunim sharafiga ziyofat tashkillashtiryapti. Hammangizni taklif qilaman. Dadamni shaxsan o'zi. Qo'ysangchi, shuncha ish turgandami? Xursand bo'lma. Bazmda sendagilar uchun joy yo'q. Restoran egasi ham senga o'xshagan bechoralarni kiritmasligi aniq. Restoran? Shunday qasrday uying turganda nega restoranda qilasan? Seni tug'ilgan kun bazmini har yili katta qilib nishonlaydi deb eshitgandim. Rostdanmi? Uyingga boramizmi? Qanday baxt! Zo'r-ku. Menga hovlidagi bazmlar juda yoqadi. Dadam aytganimni qiladi deganding-ku, menimcha yo'q demaydi. Albatta bo'ladi. Dadam doim ko'nglimga qaragan. Ertaga hammani kutaman. Endi nima qilaman? Nimalar deb qo'ydim? Bugun rosa charchadim. Butun uyni yig'ishtirib chiqdik. Oyjon, bitta ishni hal qilib berishingiz kerak. Men o'rtoqlarimga tug'ilgan kunimni Marko Beritinning uyida o'tkazaman deb va'da berdim. Siz o'sha yerda ishlaysiz-ku, yordam bering. Nimalar deyapsan sen, qiz? Esingni yeganmisan? Shundoq ham qizining kiyimlarini olib kelib turibman, kiyimlari ko'pligidan yo'qolganini ham sezmaydi. Men hammani taklif qilib bo'ldim. Qiz kerak bo'lsa ko'ndirasiz. Mayli, harakat qilaman. Lekin uyiga kiritmasligi aniq. Valeriya tug'ilgan kuniga taklif qildi. Birga borishga nima deysiz? Zo'r-ku, lekin men bora olmayman. Unga meni borishim sira yoqmaydi. Nimani ovozi? Bayram bo'lyaptimi? Qiziq, bazm yo'q edi. Xo'jayin ruxsat berdilar. Ishchilarimizdan biri bazm qilyapti. Uylaring o'ylaganimdan ham hashamatli ekan. Buncha baxtli qizsan. Bu hali hammasi emas. Bu kichkinagina bazm-ku. Katta ziyofatlarda qatnashsangiz bormi?